Billah. Mana shunday o'tirib olsam. Yaxshi. Xo'p, assalomu alaykum. Bu safar kamera bu tomonda turibdi, chunki bu darsda ko'rib chiqadigan narsalarimiz bu tomon bilan bog'liq, ya'ni bu tomon to'sib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu yoqqa o'tkazib oldik. Xo'p, bugungi darsda stayllar bilan ko'rib chiqamiz. Stayllar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni stayllar nima? Bu dasturchilar bo'lsa, agar front-end dasturchilar bo'lsa, CSS da o'zgarishlarga olish mumkin. Ba'zi bir ranglarda aytaylik, mana masalan, bitta ko'k manaqa rang ishlatdik. Butun interfeysda, ya'ni hozir bironta saytni ochib ko'rsatamanda yoki masalan deylik kun.uz saytiga kirdikda kun.uzda o'zini brendoviy rangi bor, ya'ni mana shunaqa to'q ko'k rang. To'q ko'k rang ko'p joylarda ishlatilgan bu joyda. Endi mana shu saytda deylik Figmada dizaynni qildik yoki masalan hammamiz qildikda keyin Kunuz rebranding qilyapti yoki Kunuzdagilar ko'rdida mana shu rangni o'zgartirmoqchimiz biz. Ozgina ochroq ko'k qilsak bo'ladimi deyishyapti, ya'ni mana shu rangni ozgina ochroq ko'k. Xo'p, unda biz nima qilamiz? Shunda har bitta ko'k rangni ushlab o'zgartirib chiqishimizga to'g'ri keladi, ya'ni har bitta ko'k rang ushlab. Endi mana shu narsani oldini olish maqsadida biz buni stayllarga olib qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, mana shunaqa bitta ko'k rangda bitta frame'da ichiga juda ko'p joyda ishlatilgan. Masalan, bitta dumaloq i'ni bosish orqali nima qilishimiz mumkin. Mana i'ni bosib olyapman. Bitta dumaloq yoki bitta to'rtburchak yoki deylik bitta nima uchburchak o'sha rangni ishlatgan, bitta yulduz o'sha rangni ishlatgan, tekstlar yozganmiz. Deylik mana bold qilib rangini o'sha rangni olganmiz. 4 xil, 5 xil ishlatdik. Endi hammasini rangini o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, bunday ushlab maytani o'zgartirishimiz mumkin. Mantiqan olib qaraganda bunday qilib hammasini. Lekin bu yoqda hozir hammasi bo'sh, orasi ochiq turganligi uchun va orasi sanaqa to'sib bo'lmaganligi uchun bemalol o'zgartira olyapmiz. Aytaylik, juda katta dizayn sistema bo'lib ketdi. Sistema juda kattalashib ketgandan keyin bunaqa qilib hammasini bunaqa ushlab o'zgartirishda iloji bo'lmay qoladi. Ularni hammasini bitta tochkadan o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, o'shanday vaziyatda buni staylga olib qo'yamiz. Ya'ni bosamiz ustiga. Mana bu yerda plyusni oldida 4 ta nuqtacha turibdi. Style deb yozib qo'ygan mana. Ustiga bosamanda hozir meni color styles deyapti mana. Hozircha bironta rang staylga olinmagan. Hozir librarydan browse qilishim mumkin. Bu librarylarni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni qanaqa qo'shaman? Plyusni bosaman. Yangi rang yaratishim kerak, style. Xo'p, buni rangini aytaylik blue deb yozaman, ko'k deb. Enterni bosdim, bo'ldi mana. Blue ga o'zgarib qoldi, ko'rgan bo'lsangiz. Mana. Endi hech narsani bosmasdan turib, shunday bo'sh joyga bosgan paytimizda color styles deb bu yoqda mana shunaqa blue deb yozib qo'ygan bo'lamiz. Endi bular hozir bu stylelar rangida emas. Shuni hammasini ushlayman-da. Bularni style o'tkazish uchun mana shu bosh to'rtburchakni bosaman 4 tasini. Mana shuni bitta ustiga bosaman. Buni ikki xil ko'rinishda, mana bunaqa yoki mana bunaqa ko'rsatish mumkin. Ustiga bosdim, bo'ldi mana. Endi maytda o'sha blueni ushlaymanda o'zgartirishni bosib bunaqa qilib xohlagan rangga o'zgartirsam, ularning hammasi o'z-o'zidan o'zgaraveradi. Mana shunaqa qilib buni o'chirib tashlayman. Bu shart emas hozir. Mana shunaqa holatda. Mana shu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Buni opacity-larni, rangini, nimalar hammasini o'chirib qo'yish, yoqib qo'yish, nomlarni o'zgartirishim mumkin. Xo'p, mana shunaqa qilib color style tuzib olinadi. Odatda, masalan, qanaqa qilamiz? Aytaylik, mana bitta dumaloq chizib oldimmi? Dumaloq chizdim. Brend rangi mana shunaqa ko'k rang, brend rangi. Yoki aytaylik qoraga uchun anaqa ranglashtiramiz. Qoraning har xil tenlari bor. Aytaylik, mana shunaqa eng dark narsasi rangi mana shunaqa edi. Xo'p, buni qanaqa qilib o'zgartiramiz? Bu yerda saytlar bor, har xil yoki o'z brend rangida o'zi shade'lari ham bo'lishi mumkin. Masalan, shades generator degan narsa bor. Make it shades bir narsalar. Xo'p, buni nimasini olaman, kodini bu yoqqa tashlayman-da, enterni bosdim. Mana, menga har xil nimasini kopiya qilib berdi. Buni olaman-da, buni o'zini endi yana bitta narsa bor. Shades style qo'shayotgan paytda ikkinchi narsaga ahamiyat berish kerak.
nomlashda. Mana buni dark deb nomladimda, slash qo'yib 100 deb yozdim. Ya'ni darkda 100% bu. Enterni bosdim. Ko'rsak, mana uje toggle ochilgan bo'ladi, toggle. Xo'p, endi mana ikkinchisini olamanda, hozir buni chiroyliroq chiqishi uchun border berib qo'yay. Mana shu rangdan. Xo'p, mana holatda turibdi. Endi buni ya'ni bosh styledan olib tashlash uchun, style bunga ta'sirini olib tashlash uchun men yerda o'zi zanjirda uzish bor, detach qilish. Bitta bosaman bo'ldi, detach bo'ldi. Xo'p, ikkinchisini ishlayman mana. Bu yoqda 10% ko'rsatadi, mana 10% kamayib ketgani, bu 90%, ya'ni boyagini 90%. Ishlaymanda bosdim mana 90%. Buni bosdim, plus dark slash 90. Endi boyagi toggle ichiga kirdi bu, yana. Endi masalan, hozir oxirigacha qilib olaylik unda shuni. Bunday olib keldimda dim qilshadim. Xo'p. Mana uchinchisini 80 da olaman. Yozdim. Dark slash mana shuni kopiya qilsak ham bo'larkan o'zi. Xo'p, 80. Keyingisi sindiramiz. 70 kerak bizga. Plus dark slash 70. Bunisi 60 kerak bizga. Dark slash 60. Bunisi. Ya'ni mana shunaqa qilib hammasini o'zgartirib, bitta bu yoq o'zgartiramiz, bitta o'zgaruvchiga olib olishimiz mumkin har xil shade'larni, qorani. Deylik mana masalan bu qayerda ishlatiladi desa, deylik mana text yozyapmiz. Deylik mana ism pastida uni nimasi bo'ladi? Deylik ikkinchi unchalik muhimroq, ya'ni nima desa bo'ladi? U darajada muhimroq bo'lmagan, ismdan muhimroq bo'lmagan va undan nimasi kamroq bo'lgan, iyerarxiyasi pastroq bo'lgan ikkinchi element bor. Xo'p, buni mana rangini darkda 100% qilaman. Ya'ni buni bunaqa qilib ishlatish mumkin. Ya'ni darkda 100. Okey, mana darkda 100. Buni nimasini kamaytirdim, style'ini, ya'ni weight'ini kamaytirdim. Shriftni ham kamaytiraman, ya'ni 30 juda kichkina ekan. 40 va buni rangini ham masalan 60 qilaman. Shunaqa qilib orasidagi masofani 4 qilsam yoki 8. Mana shunaqa holatda narsalarni yasash mumkin. Ya'ni bitta stilga olsak, bu nimaga muhim? Nimasi bilan qulay desa, har safar bitta rangni ushlab maytdan manaqa qilib bunday topib o'tirmaysiz, izlab, qidirib. Bitta rang konsistent bo'ladi. U keyin rang haqida boshqa o'ylab o'tirishingiz ham shart emas bo'lib qoladi. Yana bitta zo'r tomoni, bu dasturchilar uchun ham juda zo'r. Ya'ni har bitta elementni ushlab uni rangini kopiya qilib o'tirmaydi dasturchilar. Manaqa qilib qanaqa ishlanadi desa, mana buni ushladimi? Colors dark 100 bo'ldi. Bu boshida o'sha hamma colorni mana shunaqa qilib olganingizdan keyin ranglarni bitta qilib, dasturchilar bular hammasini o'zlariga o'zgaruvchi qilib oladi-da. Bo'ldi, keyin maytda bunday ushladimi? Mayt inspect ko'ryapti necha tak. Buni nimasi? Rangi buni hozir detach qilib qo'ydik. Mana 60. Bunday ushlagan paytimda dark 60 bo'ldi. 60 turib ketaveraman deb dasturchilarda ham ishini osonlashtiramiz mana shunaqa qilib. Xo'p. Endi keyingisi bu type style bor. Ya'ni type. Bu hozir mana buni to'g'ri qilib oldim, buni hozir turib tursin shu joyda. Bunday o'zgartirdim. Type style nima? O'sha tekstni ham stilga o'zgartirish, stilni qilishimiz mumkin. Style'ni bosaman. Hozircha nima style yo'q. Plusni bosdim. Aytaylik nima desam bo'ladi buni? Title 50 piksel. Okey. Mana. Endi bu yerda text style ga o'tdi o'zi mana. Text style. Title 50 plus. 50 auto 50 bu shrift razmeri, auto bu uni nimasi? Line height. Aytaylik mana endi biron joyda mana shunaqa narsalar ko'p ishlatilgan title'lar, bular hammasini bitta joydan boshqarish mumkin. Va bu dasturchiga ham yaxshi. Boyagi rasm rang dasturchiga qanchalik osonlik tug'dirganday, bu narsa ham shunaqa osonchilik bilan amalga oshiriladi. Ular uchun bitta o'zgaruvchiga oladi. Xo'p, buni endi odatda bunaqa nom yozish to'g'ri kelmaydi. Buni to'g'ri yoki nima deydi? Ma'noliroq va qanaqadir ahamiyat
nomini o'zi nimanidir bildiradigan nom yozish kerak. Aytaylik, masalan, card title bo'ladi bunisi nomi. Buni ham style'ga olamizda, plus bo'ladi. Card description deb yozdim. Description. Mana card description 40 avto, card title 40 avto. 50 avto, 40 avto. Xo'p, mana endi bu ikkalasini ushlayman-da. Bunga bu style berib qo'yaman, bunga bu style berib qo'yaman. Endi bularni ushlab turib razmerini o'zgartirsam, ikkalasini ham razmeri o'zgaradi. Buni kattartirishim mumkin. Aytaylik 50, 60, 70, 80 mana shunaqa qilib to'g'irlash mumkin. Bunisini o'zgartirish mumkin. Xo'p, endi mana qarang. Bitta nimani ustida, text ustida ham text style bor, ham rang style bor. Ya'ni bu text style ichiga rang kirmaydi, rang alohida. Mana masalan bunday olib turib, ikkalasi text style bitta, bunga 60, bunga 100 ham beraverishim mumkin. Ikkalasi bitta style'da turaveradi. Xo'p, yana bitta narsa bor, bu grid style. Gridlarni ham style'ga olish mumkin. O'tgan darsda menimcha ko'rsatdim grid haqida. Aytaylik, mana bitta iPhone 13 Pro uchun ochdim, bitta grid qo'shyapman. Gridni kolumn aytaylik ikkitalik, bunisi 16, ya'ni ikki tomon orada gattir, marjinlar ham ikki tomondan 16. Xo'p, mana shunaqa razmerga chizmoqchimiz. Xo'p, buni style'ga olib qo'yish mumkin. 2 columns 16 piksel deb enter. Xo'p, mana bo'ldi, saqlandi. Endi aytaylik yana bitta bu yoqroqdan 11 Pro yoki iPhone C uchun chizgan paytimda xuddi o'sha gridni olib olishim mumkin manaqa qilib. Bunday o'chirgan paytimizda manaqa holatda turadi. Endi bu gridni ko'p joylarda ishlatish mumkin. Aytaylik, mana buni osmasini sinab turamizda. Detach qilib turib, buni umuman gridga olish mumkin manaqa qilib. Ya'ni bitta kolumni ichiga hozir row ham qo'shishim mumkin. Row odatda ikkita bo'lmaydi. Row aytaylik 80 ta. 80 ta ko'p ekan. 10 ta. 10 ta gattir margin 16 dan. Xo'p, buni ham endi saqlab qo'yishim mumkin. 2 row 16 piksel. Okey, mana. Bitta buni ichiga nima qo'raman? Endi hozir ikkalasi ikkita style'da bitta nimaga berib bo'lmaydi. O'shaning uchun buni nima qilamiz? Grid qilaman. Gridni endi mana shu joyini kesing. Ya'ni ikkita style'da, ikkita olingan style'da bitta elementga berib bo'lmaydi. O'shaning uchun yoki uni yoki buni mana shunaqa qilib style'ga olish mumkin. Xo'p, shu bilan menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, mana bu Telegram akkauntim lichkam bor, mana shu yerda, mana shunga yozaverasizlar bemalol. Ya'ni Ibrohim mana shu joyga Telegram lichkamni yozib ketasizlar.